Tasavvur qiling, biror muhim voqea sodir bo'ldi. Masalan, kutilmaganda bozor narxlari tushib ketdi yoki siz kutmagan siyosiy o'zgarish yuz berdi. Voqea sodir bo'lgandan keyin ko'pchilik nima deydi? Men shunday bo'lishini bilgandim. Bu aniq edi. Boshidanoq shunday bo'lishi kerak edi. Tanishingiz orasida ham shunday deydiganlar bormi? Balki o'zingiz ham shunday degan paytlar bo'lgandir. Mana shu hodisa psixologiyada keyingi aql xatoligi yoki hindsight bias deb ataladi. Bu shuni anglatadiki, voqea sodir bo'lib, natija ma'lum bo'lgandan keyin biz o'tmishga nazar solib, o'sha natijaga olib kelgan yo'lni yagona va muqarrar yo'ldek ko'ra boshlaymiz. O'sha paytdagi noaniqlik, boshqa ehtimollar, bularning hammasi xotiramizdan o'chib ketgandek bo'ladi. Ongimiz avtomatik tarzda natijaga mos keladigan mantiqiy hikoya yaratadi. Bu xatolikning xavfi nimada? Birinchidan, biz o'tmishdan noto'g'ri saboq olishimiz mumkin. Agar biror tavakkalchi qarorimiz tasodifan yaxshi natija bergan bo'lsa, keyinchalik men to'g'ri qilgan ekanman deb o'ylab, yana shunday xavfli ishlarga qo'l urishimiz mumkin. Ikkinchidan, biz o'zimizning bashorat qilish qobiliyatimizni sun'iy ravishda oshirib boramiz. Men bilgan edim deb o'ylash bizga yoqimli. Albatta, lekin bu kelajakda ham hamma narsani oldindan ko'ra olamiz degani emas. Endi miyamizning yana bir qiziq odati haqida gaplashamiz. Biz odamzod hikoyalarni juda yaxshi ko'ramiz. Shunday emasmi? Tarixni ham hikoyalar orqali o'rganamiz. Yangiliklarni ham hikoya shaklida eshitishni afzal ko'ramiz. Hikoyalar dunyoni tushunishimizga yordam beradi. Ma'lumotlarni eslab qolishni osonlashtiradi. Ammo Talibning aytishicha, aynan mana shu hikoyalarga bo'lgan kuchli moyilligimiz bizni tasodif borasida aldashi mumkin. Buni u narrativ xatolik deb ataydi. Bu nima degani? Bu bizning hatto bir-biriga bog'liq bo'lmagan, tartibsiz ma'lumotlar va tasodifiy hodisalardan ham mantiqiy, izchil hikoyalar yaratishga urinishimizdir. Ongimiz sabab-oqibat bog'liqligini izlaydi. Agar aniq sabab topa olmasa, o'zi to'qib qo'yishi ham mumkin. Chunki miyamiz noaniqlikni, tartibsizlikni va eng muhimi, tasodifni yomon ko'radi. Tasodifiy hodisaga bu shunchaki tasodif deb deyishdan ko'ra, unga biror sabab topib, hikoyaga aylantirish bizga ma'qulroq tuyuladi. Bunga misollar juda ko'p. Tarix kitoblarida murakkab voqealar ko'pincha soddalashtirilgan, sabab-oqibat zanjiri sifatida hikoya qilinadi. Ommaviy axborot vositalari har kuni bozordagi kichik tebranishlarga ham darhol biror sabab topib, sarlavha chiqaradi. Narxlar falon voqea tufayli tushdi. Hatto shaxsiy hayotimizda ham biror omadsizlikka uchrasak, unga oddiy va tushunarli sabab topib, o'zimizni ovutamiz. Bu narrativ xatolikning oqibati shuki, biz dunyoni aslida o'ldig'ondan ko'ra ancha tartibliroq, tushunarliroq va bashorat qilsa bo'ladiganroq deb hisoblay boshlaymiz. Bu esa o'z navbatida tasodifning haqiqiy rolini inkor etishimizga olib keladi. Miyamizning yana bir qobiliyati bu hamma narsadan qonuniyat yoki naqsh, pattern izlashdir. Buni ba'zan patternicity deb ham atashadi. Bu bizning hatto hech qanday bog'liqlik bo'lmagan, mutlaqo tasodifiy ma'lumotlar to'plamida ham qandaydir ketma-ketlik, trend yoki ma'no ko'rishga bo'lgan kuchli moyilligimizdir. Nega bunday qilamiz? Chunki ongimiz ma'lumotlarni guruhlashga, umumlashtirishga va ular orasida bog'liqlik topishga dasturlashtirilgan. Bu uzoq o'tmishda ajdodlarimiz uchun juda foydali bo'lgan. Masalan, tabiatdagi xavfli belgilarni yoki ozuqa manbalarini tanib olishga yordam bergan. Ammo hozirgi ma'lumotlarga to'lib toshgan dunyoda bu moyillik bizga pand berishi ham mumkin.
Hammaga tanish misol. Bulutlarga qarab, ularda turli shakllarni, hayvonlar, yuzlar ko'rishimiz yoki qimor o'ynayotgan odamning ketma-ket bir necha marta yutganidan keyin mening omadli seriyam boshlandi deb o'ylashi. Aslida esa har bir o'yin natijasi avvalgisiga bog'liq emas. Bu shunchaki tasodifiy ketma-ketlik. Moliyaviy bozorlarda bu yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Qisqa muddatli tasodifiy narx o'zgarishlarini ko'rib, ko'pchilik buni qandaydir trendning boshlanishi yoki tugashi deb o'ylaydi va shunga qarab savdo qiladi. Aslida esa bu ko'pincha shunchaki tasodifiy tebranish bo'lishi mumkin. Demak, tasodifiy hodisalarda ham qonuniyat izlash moyilligi bizni tasodifga haddan tashqari ko'p ma'no yuklashga, mavjud bo'lmagan bog'liqliklarni ko'rishga va natijada noto'g'ri xulosalar chiqarishga olib keladi. Va nihoyat, bugun ko'rib chiqadigan 4-miya aldovi bu haqiqiy, muhim ma'lumotni, ya'ni signalni keraksiz, ahamiyatsiz, tasodifiy o'zgarishlardan, ya'ni shovqindan ajrata bilish qiyinligidir. Tasavvur qiling, siz mashinada radio eshitmoqchisiz. Sizga kerakli radio stansiya bu signal. Lekin unga sozlanish jarayonida yoki ba'zan to'lqin yaxshi ushlamaganda eshitiladigan g'ichirlashlar, boshqa ovozlar bu shovqin. Hayotda ham, ayniqsa hozirgi axborot asrida biz doim juda ko'p ma'lumot oqimiga duch kelamiz. Lekin ularning hammasi ham biz uchun foydali signal emas. Ko'pchiligi shunchaki shovqin. Muammo shundaki, biz ko'pincha shovqinga haddan tashqari ko'p e'tibor beramiz va uni signal deb qabul qilamiz. Masalan, har kuni fond bozoridagi narxlarning kichik o'zgarishlarini kuzatib borish. Bu ko'pincha shovqinni tahlil qilishdir. Haqiqiy signal esa uzoq muddatli iqtisodiy trendlarda yoki kompaniyaning fundamental ko'rsatkichlarida bo'lishi mumkin. Yoki ommaviy axborot vositadagi har bir kichik, shov-shuvli yangilikka katta ahamiyat berishimiz. Bu ham ko'pincha shovqinga berilishdir. Shovqinga haddan tashqari ko'p e'tibor berish nimaga olib keladi? Bu bizni keraksiz harakatlar qilishga, masalan, bozorda tez-tez oldi-sotdi qilish, hissiyotlarga berilib noto'g'ri qarorlar qabul qilishga undaydi. Va eng yomoni haqiqiy, muhim signallarni, uzoq muddatli trendlarni ko'ra olmay qolishimizga sabab bo'ladi. Shuning uchun Taleb aytganidek, signaldan shovqinni ajratishni o'rganish juda muhim ko'nikmadir. Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi suhbatimizda biz miyamizning o'zi ham bizni tasodif borasida qanday qilib aldashi mumkinligini ko'rib chiqdik. Ulardan keyingi aql xatoligi bizni o'tmishni o'ldirgandan ko'ra aniqroq ko'rishga majbur qiladi. Narrativ xatolik tufayli biz hamma narsadan hikoya yasab, tasodifni inkor etamiz. Biz tasodifiy hodisalarda ham qonuniyat izlashga moyilmiz. Va nihoyat, biz ko'pincha haqiqiy ma'lumot, signalni keraksiz shovqindan ajrata olmaymiz. Asosiy xulosa shuki, ongimiz tabiiy ravishda tartib, ma'no va bashorat qilish imkoniyatini izlaydi. Bu ko'p hollarda foydali, ammo tasodifiy hodisalarga duch kelganda aynan shu moyilliklarimiz bizga pand berishi mumkin. Shunday ekan, o'z fikrlash tarzimizga biroz tanqidiyroq qarash, har bir aniq tuyulgan xulosaga, har bir mantiqiy hikoyaga ozgina shubha bilan qarashni o'rganish. Bu tasodifiy aldovga kamroq uchish uchun juda muhim qadamdir. Keyingi qismda biz yanada qiziqarli mavzuga sho'ng'iymiz. Tasodifning hamma joyda bir xil emasligi, uning maxsus shakllari, asimetriya va kamyob, ammo katta ta'sirga ega hodisalar haqida gaplashamiz. Bu ayniqsa moliya va biznesga qiziquvchilar uchun juda muhim bo'ladi. Agar bugungi suhbatimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa,
like tugmasini bosing va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Siz o'zingizda qaysi miya aldovlarini ko'proq sezasiz? Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.